Neden? Uçaklayıp da mı? Başlar qiyilimi 3 oy bo'ldi. To'xta. Men bilmem. Sen zadımış xizmet doğruda kömeyvatsa ha? Yo'q. Unda emas-ku. Emas qandaq? Başlar qiyilimi 3 oy bo'ldi. Hey, başla. Sen lider, direktör, baş lider deyişini kaça gün alaysa? Meni qo'l bo'pti. Men sen bilaverdim. Lekin sening bu ishdan seninglikka nima? Pozitsiya. Pozitsiyani ko'rib oldim. Unda emas, direktör. Yo'q, baş lider. Emas qanday? Şu 3 oy bo'ldi. 3 oy. Bilmem. 3 ay oldu. Sen 3 ayda bilgan muhabbet qaynamağa g'arib bo'lding. Xizmat ko'zingga hech nima ko'rinmaydi. Men qaynam g'arib qolmadi. Buni qaynam deyish ketmaydi. Lekin sen bayqushdan g'arib bo'lg'in ras. Yo'q, baş lider. Nima ya? Nima ya? Hem men uchun xizmat muhim. Lekin 3 oy bo'ldi. Sen 3 aydan buyon tubdan o'zgarding. O'zgarmadi? Hey, unda bo'lsa men sendan so'ray. Ma'qul. Burun qilnigo, bo'pti, qilib turayli. Mushu 3 kunning gapini deyishlar? Ma'qul. Sayliqi ayol xayrlarga nimdida? Nimdida? Qaysi xerdaga men nima debdimi? Hey, üzem ko'rishay desam, yo'q, u tilkijim bilan üzem ko'rishma deb quyruqingni xadiqlab chiqib tamamdan qina. Nima? Yilqi ayol xayrlar, ya'ni tilkijim bilan ko'rishqin qina. Men asli shu. Sen asli ayol xayrlarga ko'rishmoqchi o'g'a. Lekin bu yoqdan 2 tilkijim chiqib qoldi shunami? Lider, o ikisi başka ishga ish. Buni 2 ayrılmışlıqni men bilmem. Şunu sen xizmatni qayrib qo'yib, 2 tilkijinga qanot so'rab, vaqtni o'tkazatding. Shundaqmi? O ikisi tulkijin emas. Tilkijin emas deb qo'y. U ikisi uzun chashli malika, qor malikasi, shundaqmi? O ikisi mening. O ikisi ne? O ikisi. Ey, qiz bola to'ymagan xotin prosh. Seni 2 daqiqa tangdasab rasvo olibdi deb hamma tushib boradi. Neden? İşte da. Dapencixana, lazcixana, xogoxana, malachixanda. Jular emas-ku, lider. Qanchalar bo'lsa. Ey, mushu shirkatning yuzini sallam to'kib bo'lgan bo'lding juma. Sizmi ozroq to'kkansiz boshlab. Oy. Men qanday to'kibdiman? Endi shu boshlab 100 deganni mana chilek bilan, nogay bilan,
Süvet bilen. Yani haltı çipti bil tökülmeyi şu. Gap bağışmamda. Başlık. Oy, baş lider. Ben demekçi şu 3 ay oldu. To'xta. Sen İbay nimizda? Sen nimizda? Ben demekçi meni ishga tutkichini az turib xizmatni muhim ishimni tashlab qo'ydim. Shun xatoligim tunima demekçi. Yaxshi. Aldığa baş lider deyishni unutma, ha? Baş lider. Men demekçi o ishga tutkichining ishi muhim emas. Muhimi 3 ay bo'ldi. Nima? 3 ay bo'ldimi, ha? Vay namaz. Ben şirketin nevri yakıp sürmedin ha? Dine, kayıstı kaptı ha? Yok. İkilisi de yok. Nima? Yana bir sıvamı de? Ay ya! Allah! Sen adam emez, 3 kıyıqa tangdasap sürgendigin ha? Siz bilmediniz. Oldu, ben bilmey koyayım. Bu şu uruq kaldan puk yuğarında sen ağlan bakma üçün tutup aldın tık ha? Men tutuvam de. Toğra, sen tutmamadın. Ular üçe şunu tutuverip, çoğun küçüğe çıkıp taz ayıqıptı o. 3 emas, ikkisi. Manın uyalmay ikkisi dep ketkenligini. Ulardan qandan qutlasa sen? O ikkisidan tashvetdi meni. Yo, qara, asalı qutlapsa ha? Biraz, yok 3 aylık qilib qolgan qanday bo'ldi? Yok, hech kimda yok. Bo'ldi. Sen aylık materialni tayyor qilib, xerdorlar o'zim ko'rishman. Ma'qul. Sen tekshirish yoz. Şirket buyurgan ishni qilmay, nana lag'aylab, xizmatda bexaslik qilganing uchun 1 oylik maoshdan tutulma. Başlayar. Elim o 3 ay oldu. Aras. Sen sirtda qilayim qash qilib, şirketning obraziga daxil etkizding. Shuning uchun 3 oylik maoshini tutolma. Başlık elim 3 ay. Buna. Undan 3 oylik oldu. Razı bo'lgansa, yana qashlasang, yana tutma. Neymanda? Ben buyurgan material tayyor bekle. 3 ayda. Ne demek çoğan toğay bilmez. Demağım oğlu 3 ay oldu değil sen. Düğüz mü de bu başırım değil.